Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun mana fevral oyida turibmiz, oxirlarida. Xudo xolasa mana giloslarni kesishni boshladik. O'rtoqlar, ertaki giloslarni sal ertaroq kesish kerak. Ayniqsa Royal Tiago Sweet Arianalarni sal ertaroq kesish kerak. 1 yasharlik ko'chatni oldida turibmiz, qanday kesishni o'rganamiz o'rtoqlar. Mana qaranglar, ko'chatni oldiga keldik. Mana yerdan o'lchaymiz. Mana 1 2 qarich mana o'rtoqlar. 40 santimetr bo'ldi. Mana shunday qilib mana kesamiz o'rtoqlar, qaranglar mana. Bo'ldi. Shunday kesdik o'rtoqlar, qaranglar. Kesgandan keyin mana shu kesganning pastida 2 ta 3 ta kurtagi sog'lom bo'lishi kerak o'rtoqlar mana. Mana shu holatda. Ko'rib olinglar. Mana shu holatda sog'lom bo'lishi kerak kurtaklari. Bo'lmasa bo'lmaydi. Ayrim kurtalar bittasi sinib ketgan, bittasi qolgan bo'ladi. Agar bunaqa qilib qoldirib qo'ysanglar, bu bitta kurtak o'zi kuchli o'sib ketadi-da, maydagi spyashi kurtakdan chiqib sekin chiqquncha bu kichkina bo'lib qoladi o'rtoqlar. Shunisiga e'tibor beringlar. Hamma tomonida kurtak bo'lishi kerak. Hech yo'q, ikkita kurtak bo'lishi kerak mana kesgandan keyin. Orqa tomonida ham bor mana. Ikkita kurtak bo'lishi kerak, sog'lom. Keyingi daraxtga o'tamiz. O'rtoqlar, keyingi daraxtimiz mana yaxshi kavlanib ekilgan chuqurlar o'rtoqlar. Mana o'lchaymiz 1 2 mana 2 qarichda mana qaranglar. Bitta kurtak bor ekan orqasida, yana bitta kurtak bor ekan mana. Ikkovi ham sog'lom, mana uchi qizarib turibdi, xudo xolasa. Buni endi mana shunday qilib kesamiz mana. O'rtoqlar, qaranglar mana. O'rtoqlar mana kesildi mana. Mana 2 ta 3 ta kurtagi bor mana, sog'lom. Orqasidagi ham sog'lom ekan. Albatta kesgan joyda vademusa bilan bo'yab qo'yinglar o'rtoqlar. Mana yana bitta daraxt oldiga keldik. Mana yerdan o'lchaymiz o'rtoqlar. Mana 1 2 qarich mana. 2 qarich mana, 2 ta kurtagi sog'lom mana. Orqadagisi ham mana sog'lom mana, tepadagisi ham bor. Mana sinib ketgan. Mana shunaqa sinib ketgan bo'lsa, hamma kurtaklar mana shunaqa sinib ketgan bo'lsa, bitta kurtakka qo'yib kessanglar, bu bitta kurtak kuchayib ketadi. Mana undan chiqquncha orqada qolib ketadi. Bu bittasi kuchayib, rosa semirib ketadi. Shunisiga e'tibor beringlar. Gilozni kesayotganda kamida 2 ta bo'lsin. Mana shu holatda mana bu kurtakni qoldirib mana kesyapman. Bo'ldi. Shu bilan dars ketaveradi. Mana bunaqa vaziyatlarga to'g'ri kelib qoladi. Odam mana o'lchaymiz yana yerdan 1 2 mana 2 ta. Bunda mana 2 ta shoxlangan turibdi, qaranglar mana. Kerakli joyda bizda. Mana bu yerda bitta turibdi. Mana kurtaklar sog'lom. Mana bu shoxdagi ham turibdi mana. Buni bunday qilib kesamiz, qaranglar mana. Buni mana shunday qilib bittasini uzamiz. Mana buni mana shu kurtakka qo'yamiz mana. Ana uje 4 ta kurtak mana sog'lom turibdi. Albatta kesilgan joyda bo'yab qo'yamiz mana. Mana shu holatda kesamiz o'rtoqlar giloslarni. 1-yilda 40 rasa kurtak yo'q bo'lsa 45-50 gacha ko'tarasizlar o'rtoqlar. Undan oshiqcha ko'tarmaysizlar. Undan iloji yo'q bo'lsa, kurtaklar sinib ketgan bo'lsa, mana kurtaklar 45 dan kesaverasizlar. Baribir spyashi kurtakni urib chiqadi. Shunaqa bo'ladi o'rtoqlar. Shuning uchun mana hammasini kesganmiz mana. Kecha kesilgan mana bular. Mana yon shoxlari bor. Kerakli joydan chiqqan mana o'rtoqlar. Mana loy bilan bo'yab qo'ydim. Bu yoqda ham bor, mana bu yoqda ham bor. Xudo xolasa 4 tadan shox urib chiqadi. Hammasini shunaqa qilib qo'ydim. Mana o'rtoqlar kesilgan mana. 2 ta 3 ta kurtagi bor mana. Chiroyli mana. Mana shu holatda.
Mana bittalar joyida turibdi. Shu holatda kesaverasizlar hammasini. Birinchi yilda kesishimiz o'rtoqlar bu. Mana buni ham kesganmiz. Mana ikkita kurtagi sog'lom. Bizga mana shu ikkita kurtakdan ikkita shox chiqadi, keyin bundan ko'paytirib olamiz. Bitta kurtakka qoldirib qo'ysanglar, mo'llar sinib ketgan bo'lsa, yana bir qaytaraman. Bu bitta kuchayib ketadi o'rtoqlar. Semiz bo'lib ketadi, juda ham yo'g'on bo'lib. O'shaning uchun iloji boricha ikkita, uchta kurtakka ilashtiringlar. Boshqacha variantimiz yo'q. Shuning uchun e'tiborliroq bo'lasizlar kesayotganda, ko'chat olayotganda iloji boricha sindirmasdan ehtiyot qilib olib kelishinglarga to'g'ri keladi. Singan bo'lsa, ikkovi ham singan bo'lishi kerak. O'shanda keyin bir xil shox chiqadi. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Kanalga a'zo bo'lishni unutmanglar.